adasi charchab qolmadingizmi? Hozir choy olib chiqaman. Voy, nima bu? Xotin! Amringizga muntazirman. Yana yosh bolalar ish qiladimi deyman? Kimsan? Sallama, bratishka. Shu tifalli quliman. Voy, adasi boyib ketding. Luboy 3 ta tilagingni bajaraman. Nima tilasam ekan? Nima tilasam ekan? Voy, adasi bitta ham kosmetikam qolmagan. Madonni idish tovoq olish kerak. Jigulini matiz qilish kerak. Tortib qo'yib buxorda semirtib sotish kerak. Voy, bo'ldi qilin, mashina o'zi o'chsin. Bajarildi. Voy, nima qilib qo'yding? Xotinim hozir qaytar. Bajarildi. Adasi nima qildingiz? Ikkita tilni kuydi-yu. Hozir o'zingni o'chirmasa, o'ningni jo'nataveraman. Adasi yoshligingizdagi eng katta orzuingizni so'rang. Men yoshlikda pushti chalish orzu qilganman. Voy, jallod. Bajarildi. Endi men ketdim. Voy, adasi nima qilib qo'ydingiz? Ketib qoldi, o'sha ketib qolmasin. Ey, tifalli quli, bitta tilageti. Ey xotinning quli, hamma tilagingni ishlatib bo'ldingmi? Ey, tefalli quli, uyimiz ahvolini qaragin, bitta uy qurib ber. Endi salla qiynalib, uy qurishing ham shart emas. Qandoq? Hozir Chirchiqdagi Yulduz Premiumdan boshlang'ich 70 million to'lab, qatlavan narxda uy haqsizlar bo'ladi. Voy, zo'ru. Uyimiz shundoq birinchi kichik noqiyada Vesna do'konida to'g'risida 10 qavatdan iborat bo'ladi. Voy, adasi olaylik. Xotin 70 millionni qatdan olamiz. Sizlarning xotin bo'lganingiz uchun keyin sizga bitta tilak qo'shib beraman. Erim boshqa fishti chalolmay qolsin.